Salomlisiz, omon-omon ko'rsatuv boshlandi. Biz jonli efirdamiz. 4-iyun sanasi haftaning payshanbasidamiz. Aziz mehmonimiz davraga chorlasak bo'ladi. Yosh bo'lishiga qaramasdan 4 karra jahon chempioni. 2 karra Osiyo chempioni. Endi bir necha marotaba O'zbekiston chempioni, sport ustasi Salohiddin Azimovni davramizga chorlaymiz. Marhamat! Keling Salohiddin. Assalomu alaykum. Salohiddin, xush kelibsiz. Tong xayrli bo'lsin. Sizni ko'rganimizdan va O'zbekistondaligingizdan xursandmiz. Kamdan kam O'zbekistonda bo'lasiz. Chet elda yurib o'zingiz ham o'sha tomonga Chetellashib ketibsiz. Sochlaringiz nazoratda. Xush kelibsiz Salohiddin. Tongi salomlaringizni, tilaklaringizni yo'llasangiz, keyin suhbatga kirishamiz. Hammaga assalomu alaykum. Endi intervyumizni boshlayveramiz. Boshlayveramiz. Xush kelibsiz. Salohiddin, o'zingiz boshlang, nimalar bo'ladi? Eng kattasidan. Mavqi ulug'idan. Mavqi mana shunisi bo'ladi. Bu Tillarang, bizga shu tillarangli qizi bo'lyapti. Medaldan boshlaymaylik, mana Farqi yo'q, birin-ketin. mayli, xo'p, ketdik. Mana prizdan boshlamaydi. Bu menga eng zo'r hujumchi deb berishgan. Bu bizada Toshkentda o'tgan 2024-yilda chempionat Aziya Okeaniya. Mana eng zo'r hujumchi deb berishgan. Deng mana tomoshabinlarimiz ham. Eng zo'r hujumchi. Eng zo'r hujumchi. Nechta gol urdingiz o'shanda? Esimda ko'p urgan. Ko'p, endi hokkeyda hisobni yodlab olish ham, eslab qolish ham qiyin. Bunisi bu yil bo'ldi. Jahon chempionati bo'lganda biz Tomoshabinlarimizga ko'rsating. Zborni O'zbekistonga borganimizda shu ham endi bu faqat anaqa o'yindan keyin berishdi. Buni уже eng zo'r hujumchi jahon chempionatida berishgan. O'sha yilgi jahon chempionatini eng zo'r odamga beriladi. Bitta odamga bir ham mumkin emas. Juda ham xursandmiz. Natijalarni hammasi mehnatlar samarasi. xuddi shunaqa. Chunki biz eshitishimizcha Salohiddinni dadalari ham murabbiylar, bu yo'nalishda muvaffaqiyatlarida farzandlarini qo'llab-quvvatlashda juda ham tashabbuskor insonlar. Hammasi ularning mehnatlari, ularni sizga bergan e'tiborlari, to'g'rimi? Конечно, endi avram adam bo'lmaganlarda bizda hokkey ham bo'lmasdi, chunki adam Ham murabbiylari, ham ustozlari va shu bilan birgalikda ham kaltaylik degan. agentlari, agent. Ular biladilar, juda yaxshi biladilar. Xo'sh. Endi adam o'zlari yoshlikda ham shug'ullanganlar, keyin trener bo'lib ishlaganlar, keyin shu bir payt menga aytganlar-da, shu ketdim mana trenirovkaga borasanmi, ko'rasan trener qilganimni. Necha yosh edingiz o'sha vaqtda? 5 yosh edim. 5 yosh. Keyin bitta trenirovkaga borganimdan keyin shu so'raganlar undan, uch ko'rasanmi deb, keyin da, давайте попробуем endi anaqa uch ko'raman deb aytganman, keyin uchgandan keyin yoqib qolgan. Shu odamga aytganman, menga yoqib qoldi, endi shug'ullansam maylimi siz bilan, endi baribir siz trenersiz-ku, menga o'rgatasiz. Siz iltimos qilgansiz. Endi ular menga aytganlar, просто uch ko'rasanmi deb, keyin uch ko'rgandan keyin menga yoqqanda, shundan keyin уже endi professional shug'ullanishni boshladim. Oyingiz qarshi bo'lmaganmilar, ish qilib o'g'lim, chunki oyingiz ham bilsalar kerak, o'g'lim qo'y bormi, shunday chiroyli bolamga nimadir bo'lib qolmasin deb qarshilik qilmaganmilar. Onalar doim shunaqa qayg'urishadi. Oyim shuna qarshi qilmaganlar, nabrot xursand bo'lganlar. Chunki baribir ham endi ota kasbini o'tib ketdimanda, shuna nabrot xursand bo'lganlar. Zo'r. Salohiddin o'yinda 8-raqam ostida o'yinga tushadilar. 8-raqam bu tasodifmi yoki o'zingiz tanlaganmisiz buni? Yo'q, bu nima 8-nomer tanlaganman, chunki bitta o'yinchi bor, Aleksandr. Dunyoning mashhur o'yinchisi, eng zo'r o'yinchisi, hokkey bo'yicha Aleksandr Ovechkin. U hozir NHLda o'ynaydi. Mana. Ovechkin. Hali ham faoliyat yuritadi bu? Va Azimov sportchi. Bu Ovechkin hozir shu NHL bo'yicha eng ko'p gol urgan o'yinchi hisoblanadi. По-моему, bu sezon o'sha rekord turida eng ko'p gol urgan o'yinchi NHLda. Shu endi yoshligimdan menga shu o'yinchi yoqadi. O'shaning uchun 8ni tanlagansiz. Kumir bo'lib, endi 8-nomeri undan tanlaganman. Va aytib o'tganimizdek, o'sha o'zbek do'ppisini Salohiddin Ovechkinga sovg'a qilganlar. Ya'ni ular bilan ko'rishganlar. Mana. Mana rasmlari ham bor ekan. Qoyil.
Hakechilarni tishidan bilsa bo'ladi darrov hakechiligini. Ancha yoshi katta ekan, lekin. Bu, по-моему, Amerikada o'ynayotgan paytim yo'q, yo'da 13-14 yosh bo'lganman. Shu chaqirgan, trenirovkasiga borib ko'rganman, chaqirganda trenirovka bo'lgan. Keyin o'sha payt ko'rishib olganmiz, ko'rishganimizdan keyin u menga o'zini bitta klushkasini podarka qilgan. Shu o'ynayotgan klushkasini, keyin men unga shu do'ppimiz bilan choponimizni podarka qilganmiz. O, zo'r, boplagan ekansiz. Zo'r boplabsiz. Bu ham Har bir futbolchilarning yoki sportchilarning o'zini laqabi bo'ladi-da. Salohiddin laqabi yoki o'yindagi qanaqadir kichkina taxallusi bormi? Mana ko'plarni hamma Salah deb chaqiradi. Salah. Ha, mana Salah. Mana Salohiddinda natijalarini ko'rish mumkin. yoshingiz nechida Salohiddin hozir? Hozir 16 yoshdaman. Hozir 16 yoshdaman. 16 yoshsiz. 16 yoshda Eng qiyin natija? uchrashuvlar mana jahon chempionatidagi suratlarga bu o'sha qarating. katta muhokamalarga va katta shov-shuv bo'lgan o'yin men nazarimda Izrail bilan bo'lgan uchrashuv. U jahon chempionati 18 dan yosh bolalar o'sha borgan edik bu yil. Xitoyda o'tdi, Gonkongda. Где-то 5 ta o'yin bo'ldi, hammasini yutib, oxirgi finalda Izrailga qarshi o'ynaganimiz 6-3 ga yutib, jahon chempioni bo'lib keldik. Ikkita shayba urdingiz unda, 3 ta uzatuv bo'ldimi? Yo'q, finalda 2 ta gol, 2 ta передаcha bo'ldi. Goli. Aha. Ham eshitiladimi tomoshabinlarni hayqiriqi, Hayqirig'i. qo'llab-quvvatlashlari? Chunki tribunada juda baland ovozlar bo'ladi. Ayniqsa shayba bo'lganda wow bo'ladi. Siz o'sha yerda jonli tursangiz, yuragingiz qinidan chiqib ketadi deydi. Sizlarga eshitiladimi o'sha? Конечно, eshtiladi. Endi u yoqda 3-4 odam olsa, endi mingtadan ko'p odam yig'iladi, hamma baqirib, ana barabarlarni olib kelib chalib, ularni, конечно, поддержка eshitiladi. Nimalarni his qilasiz? Misol uchun o'sha jahon chempioni bo'lganingizda yoki bo'lmasam shayba urganingizda ko'nglingizdan nimalar o'tadi shunaqa payt? O'sha ilk soniyalarda. Endi birinchi o'rinda juda xursand bo'lamiz, emotsiyalar bo'lib ketadi. Конечно, ayniqsa qiyin, so'z bilan izohlash qiyin bo'ladi. Конечно, jahon chempioni bo'lib kelganimiz bu juda xursand bo'ldik, chunki O'zbekiston uchun endi hech kim bilmaydi-chi, Hokkey borligini. To'g'ri, buni ham bizda. tan olib aytish kerak, to'ppa. Chunki jahon chempioni bo'lib kelganimizda ham keyin so'rashganda, endi Hokkey bormidi bizda deydi. hokkey bormi deb. Ya'ni ular ham bilishmaydi. Sizlarda hokkey bormi deyishganda. Sizning yutuqlaringizdan atrofingizdagilar ham eshitib, farzandlarni bu yo'nalishga berganlar bo'ldimi hech? Ko'p marta bo'lgan, eshitib biz endi jahon chempioni bo'lib keldik, endi va ham hamma bolasini endi bergisi keladi hokkeyga, u ham meni ham bolam jahon chempioni bo'lib kelsin deb. Salohiddin, endi mana baribir jamoa tanlashingiz kerak. Adashmasak Kanadadan takliflar bo'layotgandi. Qabul qildingizmi? Qanaqa, qaysi jamoada o'ynaysiz? Как раз o'sha jahon chempionatiga borganimizda 18 da Xitoyda bo'lganda bitta kanadskiy vладелец klubi shu biz jahon chempionatimizni ko'rib o'tirgan ekan. Shu o'ynab bo'lganimizdan keyin menga через почта chiqdi. Aytdi, "Sen yaxshi o'ynayotgansan, молодец, bo'sh kelma. Men seni o'zimni komandamda ko'rishni xohlayman" deb menga taklif berdi. Qayerning komandasi u? Kanadani? Kanada bu katta taklif. Nash sizni chinakamiga iste'dodli ekanligingizni bildiradi. Va bu Nima taklifni dedingiz? nima dedingiz keyin? Qabul qildingizmi? Endi shak shubhasiz qabul qilgan bo'lsangiz kerak. Qabul qildi. Endi hozir faqat vizamni kutaman. Endi viza chiqsa, keyin сразу уже Kanadaga borib, уже karyeramni o'sha yerda davom etaman. Davom ettirasiz. Darholmi yoki ozgina sinov muddati bo'ladimi? Yo'q, уже bo'ldi. Men Siz u jamoada. O, mana bu zo'r yangilik Kanadada. O'zlarini hokkeychimiz 16 yoshlarida. Qarang, qancha yutuq. Bu ham baribir Umidaxon shu dadalarni e'tiborlari, Ustozlarni, murabbiylarni ustozlarni alohida rahmat. qo'llab-quvvatlash. Albatta. Shunaqa. O'ylaymizki, Salohiddin hali bu natijalar bilan qoniqmaydi. Hali cho'qqilar oldinda har bir o'zbek o'g'loniga biz mana shunaqa muvaffaqiyatlarni tilaymiz.